Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana sizlar bilan gaplashmaganimizga ancha bo'ldi do'stlar. Men uyga keldim. Mana Allohga shukr, ancha yaxshi bo'lib do'stlar, lechinalar olib. Do'stlar, hozir kunda juda ko'pchilik yozyapti-ku, nega kibr bo'lib ketibdi, yo bu yo deb, podpiskani qaytib olyapti deb. Yo do'stlar, bilasizlar, u oldin bosgan odamlarim bor, 1 yil bosgan odamlarim bor. U akkauntlar o'chib ketganlari bor ekan. Shuning uchun yangitdan, boshdan yangi podishya qiladigan odamlarga tashlayapman do'stlar mana. Ko'ryapsizlar mana, ko'z oldilaringlarni ko'rsatib. Chunki odamga ko'rsatmasa hech kim ishonmaydi do'stlar. Hech kim hozir kunda podpiska bunaqa narsalarga qo'ymayapti. Hamma podpiska dardi yo bu yo. Endi yana ko'pchilik yozyapti-ku, piyoda yuring, sizni piyoda yurish uchun kuzatganmiz, podpiska bosganmiz deb. Do'stlar, mayli men yuraveraman sizlar uchun, lekin ertaga yursam qanaqadir boy bo'lib ketib qolyapti, milliarder bo'lib ketib qolyapti, podpiska uchun yuryapti desalaring bo'lmaydi-da, to'g'risi. Zo'r harakat qilib, niyat qilib Allohning uyiga yetib bordim. Ko'rdilaring, qancha davlatlardan o'tdim, qanaqa joylarni ko'rdim, qanaqa insonlarni ko'rdim. Hamma narsani ko'rdim do'stlar. Agar sizlar yana qiziqsalaring, piyoda yuring desalaring, mayli yuraveraman, lekin O'zbekistonda ichida yurmayman. Sharmanda bo'lib ketar ekanman. To'g'risi, odamlar sharmanda qilib, gapirib, to'ydirib olar ekan. Mayli qaysi davlatdan qaysi davlatga yuray agar xohlasalaring. O'zlaring mana tavsiya beryapsizlar, yuring deb. Agar podejaq tursalaring, boshqa davlatdan boshqa davlatga yuraman. Lekin O'zbekiston ichida yursam, aniq sharmanda qilib boshqacha qilib qo'yasizlar ekan meni.